Qo'rqitib emas, qiziqtirish orqali diniy tarbiya berish. Xadicha Kubra Tungar. Din degan nima? 9. Şunlaşqa ballarımızga din tərbiyəsi bergəndə şəkilgili көңіл bilməy, hər bir uqumның içini güzel toyğu və isil fəzilətlər bilan toldurışqa tirişçanlıq qilishimiz lazım. Çünki Qur'an savadını, Qur'an əxlaqıdan mühim orun qoyduğan, balalarının qalbini məskə mail qılmay turub, balani məsk veriş zorlaydıgan, secdəyə qızıqışını uyğuş ornuğa mehirsiz muamillər bilan balani namazdan soğutadigan din düşüncəsi Albatta balalarımız üçün dua qilib arzu qiladigan din tərbiyəsinin şəkilleniş əsasını turğuzanmaydı. Uningdan boshqa hijobi mukammal bo'lmagan qizlarni bundaq o'ranğucha o'ranmayli qo'y degandek gaplar bilan dindan ra'yini yondiradigan, masjid qo'rovlarida zo'x sho'x bilan o'ynayotgan bolalarning ovozini jimoqtirish uchun vaqirab jaqiraydigan, namozga qisqa ishdan kiyib keldi deb yoshlarni masjiddan qo'g'laydigan zihniyatning din tərbiyəsi uqumiga foydasiz bakrak sen elib kelganligini ko'ryapmiz. Har birimizning bu nuqtada to'xtab turib, o'zimizdan so'rash tegishli mundaq bir savol bor. Acaba din tərbiyəsində şəkilni muhim deb qarab, tunishqa sal qaradıqmı qandaq? Nima uchun ikkilisini bir vaqtda to'liqlay olmadik? Nimalarga sal qaradik yoki nimalarni unutdik? Bu savollarning javobini tepish faqatla ilohiyatda o'qiganlarning majburiyati emas. Her bir ata-ana üçün haqiqatan bek mühimdir. Bu noktada to'liq bir din tonuşunun 3 qismdan tarkib topganini bilishimiz kerak. Birinci, yaratquchi tasavvuri va ishonch. Allohning o'zini tunutqanini bo'yicha to'g'ri tushunchada Allohni tunish. Ikkinchi, axloqiy zinnat. Uchinchi, ibodatlar. Balamni dindar cho'ng qilishni arzu qilaman degan har bir ata-ana bu 3 muhim temalarda o'zini tarbiyalashi va bu yo'lda balasiga yetakchilik qilishga tirishishi lozim. Tarjim qiluvchi Sharofat Olimjon. Balla taraqqiyot tarbiyasi kasbiy o'quvchisi. Xadicha Kubra Tungarning qo'rqitib emas, qiziqtirish orqali diniy tarbiya berish nomli kitobidan tarjim qilindi. Davomi bor.